Bunisi taxminan 90 mingdan oshiqroq chiqadi. 90 ming dollardan oshiqroq chiqadi. Sherali aka eski apparatdan yangi qimmat apparatga o'tgandan keyin qanaqa effekt sezdingiz? Oldin qanaqa edi, hozir qanaqa? Oldin endi bu vibratsionni o'zini holatida vibratsiya qilsa, u gidravlический bosim bilan vibratsiya qiladi. Unga qaraganda 3 barobar mustahkamligi ham mustahkam, sifati ham yaxshi. Keyin bemalol shu odamlarga tavsiya qilsangiz ham, hali ko'nglingiz xotirjam bo'laveradi-da. Hali ishonchli narsa chiqadi. Samaradorlik ancha oshirib berdimi? Ancha oshiradi. Donasiga ham, misol yengillik tomoni ham, har tomonlama endi. Bu eski apparatning narxini hozir adashmasam 16 ming dollar dedilar. Bunisi taxminan 90 mingdan oshiqroq chiqadi. 90 ming dollardan oshiqroq chiqadi. Lekin foydasi o'shanga yarasha bo'ldi dedingiz. Ha, foydasi endi bu sizga birdaniga chiqib ketmaydi-yu. Endi bu uzoq yil ishlaydigan narsada bu bo'lsa mana hozir bu yil ikkinchi yil bo'ladigan bo'lsa, bu o'zi yetib kelib qoldi. Alishtiradigan holatiga-da. Yaxshi niyatda ko'proq ishlatamiz deb olib kelganmiz. Boshlanmoqchi, masalan, men yangi tadbirkorman, sizga o'xshab boshlamoqchi bo'lsam, qaysi biridan birinchi boshlaganim yaxshiroq? Yangi tadbirkor Kam-kamdan boshlagan yaxshimi, yaxshisidan olib? Endi mana apparatni misol bizga kattaroqi tavsiya qilasiz. Kichkinarog'lari ham bor. Misol puli oz bo'lsa-da, endi puli yetmasa, kichkinarog'ini olib kelib, agar sarmoya bo'lsa, yaxshisini baribir kattasini tavsiya qilasiz, ha? O'shanga yarasha misol daromad keladi-da. Necha pul tiksangiz, o'shanga yarasha samaradorlik 3-4 barobarga oshib ketdi. Ya'ni Aziya Texnodan olgan apparatlardan keyin. Kuzatishda davom etinglar. Video foydali bo'lgan bo'lsa, kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Obuna bo'lish esdan chiqmasin.